Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Har doimgidek psixolog Jahongir yana ajoyib mavzu bilan e'tiboringiz markazidaman. Va bugungi mavzuyimiz qanday qilib pullik bochkaga aylanish mumkin deb nomlanadi. Albatta, qo'llanmamiz har doimgidek Telegram kanalimda turibdi. Demak, e'tibor bering. Bu ustozimning hikoyasi. Ustozimning hayotida bo'lib o'tgan jarayonlarni men sizga hikoya qilib beraman. Ustozim ilmiy darajaga ega bo'lgan, o'z sohasi bo'yicha kuchli va universitetda dars bergan inson hisoblanadi va ustozimning ongida shunaqa bir qarash shakllanganki, ishonchlar. Bilimli bo'lsang, aqlli bo'ladigan bo'lsang, qancha biliming yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi yashaysan, daromading ham yuqori bo'ladi degan ishonch bo'lgan. Ustozim mana shu ishonch bo'yicha harakat qilgan, oliy ta'limga kirgan, o'zini kuchi bilan, bilim bilan juda kuchli, ilmli bo'lgan. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, qarasa pul yetishmovchiligi bo'lyapti, yana keyin ilmiy daraja olib, daromadlarni oshirmoqchi bo'lganlar qarasa ozgina daromad. Lekin bu daromad yetmayapti xarajatlarga. Shunda ustozim o'ziga o'zi savol beradi. Axir bilimli bo'lsam, agarda ilmim ko'p bo'ladigan bo'lsa, aqlli bo'ladigan bo'lsam, daromadlarim yuqori bo'lishi kerak edi-ku. Nimaga daromadim oshmayapti degan savolni bergan. Keyin uzoq yillik, uzoq vaqtlik tafakkur, izlanishlardan so'ng ajoyib haqiqatni bilib yetgan. Ya'ni kim gap ishda emas, gap u sizni ishlab turgan yoki egallab turgan kasbingizda emas, yoki bilimingizda ham emas. Nimaga? Chunki hozirgi kunda hamma kurs o'tyapti. Hozirgi kunda pul psixologiyasi, moliyaviy savodxonlik, bilimlarni oshirish, hamma narsa. Hammada bilim bor. Lekin bu yerdagi asosiy muammo sizni pul qabul qilish hajmingizni buzilganligi, azizlar. Sizni pul qabul qilish hajmingiz yetarli darajada emas. Masalan, deylik, pulni biz suvga o'xshatadigan bo'lsak va insonni idishga o'xshatamiz. Agarda idish qanchalik tor bo'ladigan yoki qanchalik kichik bo'ladigan bo'lsa, unga sig'adigan suv hajmi ham kamroq bo'ladi. Endi sizga real namuna. Stakan. Mana shu stakanda ma'lum bir miqdorda choy bor yoki suv bor. Mana shu stakanning ustiga suvni agarda quyadigan bo'lsak, bu o'zini ma'lum bir hajmiga ega, ma'lum bir miqdoriga ega, ma'lum bir hajm, ma'lum bir miqdorga ega bo'lgandan keyin agarda yana quyadigan bo'lsak, toshib ketishi mumkin, sig'may qolishi mumkin stakanga. Xuddi shunaqa sizni ham pul qabul qilish hajmingiz mana shunday. Va pullar keladi hayotingizga, tez ketib qoladi. Oylik daromad olasiz, qarzlarga, kreditga, u bu narsaga ketib qoladi. O'ylanib qolasiz keyin. Nima uchun shuncha pul topyapman, ketib qolyapti? Aslida bu yerda asosiy muammo nimada? Asosiy muammo pul sig'mayapti. Hajm, miqdor kamroq sizda. Ya'ni ichki do'stup juda kamroq. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, men ustozim 4 ta o'sha qismga bo'lgan insonlarni 4 toifadagi insonlar bor. Moliyaviy potoki. Pipetka misoli, ya'ni pipetka degani tomizadigan pipetkani bilasiz, tomizg'ich. Aynan pipetka misolidagi insonlarda qo'lida pul turmaydi hech qachon. Doimiy pul yetishmovchiligi, pullar tomib keladi. Bu pipetka misolidagi pul qabul qilish hajmiga ega bo'lgan insonlar. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda stakan. Oylik daromad bor, stabillik bor, lekin o'sish deyarli yo'q. Hech qanaqasiga o'smaydi. Davlat ishida ishlaydiganlarni aytsak bo'ladi. Oylik bor, stabil, har oyda tushib turadi pul, lekin deyarli o'sish yo'q. Uchinchisi chelak. Ya'ni chelak hajmiga ega bo'lgan insonlar. Bir nechta daromad manbasi bor, pulni ushlab tura oladi. Undan keyingisi bo'lsa bochka. Bochka degani qanaqa degani? Bochka degani aynan katta pullarni qabul qila oladi, katta pullar keladi va saqlab ham qola oladi bunaqa insonlar. 4 ta toifa inson. Tasavvur qiling. Endi o'zingizga o'zingiz savol bering. Siz hozir qaysi bosqichdasiz? Pipetkadamisiz yoki stakanda yoki chelak yoki bochka? Agarda siz bochkada bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, bu yerda ayrimlar stakan bosqichida yoki pipetka bosqichida bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Endi asosiy muammo qayerda? Bu muammoni qanday yechsak bo'ladi? Avvalambor siz quyidagilardan voz kechishingiz kerak. Oson bo'yib ketish kerak degan narsadan butunlayga voz kechishingiz kerak. Chunki inson hech qanaqasiga oson bo'yib keta olmaydi. Ya'ni tez bo'yib ketish kerak degan narsadan voz keching. Keyin o'zingizga mos bo'lmagan, o'zingizga xos bo'lmagan
maqsadlardan voz kechishingiz kerak. Insonda shunaqa narsa bo'ladiki, u qo'ygan maqsadlari o'ziga to'g'ri kelmaydi, o'ziga mos emas, lekin yopishib olgan o'sha narsaga. Va uchinchi qadam, ichki qarshiliklarni tan olishingiz kerak. Pul tashqaridan shakllanmaydi, azizlar. Pul ichkaridan shakllanadi. Ya'ni sizni ichingizdagi hajm qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizni ichingizdagi deylik boyagi moliyaviy mana bu deylik o'lcham, miqdor katta bo'ladigan bo'lsa, dostуп ham katta bo'ladi. Ayrimlar kam pul topadi, lekin xotirjam. Ayrimlar doimiy tarzda o'sha ko'p pul topadi, lekin xotirjam emas, qo'rquvda yashaydi. Nimaga? Chunki mana bu hajm kamroq. Xo'p, aynan insonlarning xatosi ham mana shunda. Deylik bilim olyapmiz deydi, deylik raskopkalar qilyapmiz deydi, lekin ichki hajmni oshira bilishmaydi. Ichki hajm agarda sizda oshadigan bo'lganda, ichki dostupingiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanda pullarga ochilishni boshlaysiz. Endi men bu yerda sizlarga aytib o'tdimki, aynan bloklarni yechish masalasida fikrimni aytib o'tdim. Keyin mana bir do'stim bor edi. Bu do'stim bilan bir 2000 hozir aytaman sizga 20 yoki 21-yillarda suhbatlashganimizda quyidagi fikrni aytgandi. Agarda men qo'limda bir oyiga $7000, $8000 pul bo'lganda, pul topishni bilganimda edi yoki mana shu pul menda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishni degan fikrni aytgandi. O'shanda aytgandim, xo'p, pulni ishlatishni bilar ekansan, pulni mana qanchadir miqdorda bo'lishini xohlayapsan, lekin nima uchun o'sha pullar hozir senda yo'q deganman. Agar sen pulni ishlatishni bilganingda o'sha pul hozir senda bo'lardi degan fikrni aytgandim. Xuddi shunaqa. Siz pulni tashqi tarafdan qidirmang sababini. Siz ishdan, bilimingizdan, yana boshqa narsadan, kasbingizdan emas, gap ichki dostupingizdan. Ichingizdagi birinchidan qarshiliklarni yengishingiz kerak, bloklaringiz borligini, cheklovchi qarashlaringiz borligini tan olishingiz lozim birinchi qadamda. Ikkinchi qadamda bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha mana shu tez boyib ketish degan istakdan voz kechib, bosqichma-bosqich ishlashni boshlashingiz kerak. Ya'ni siz pipetka misolida pul topayotgan bo'lsangiz, pipetkani stakanga aylantirishingiz kerak. Ya'ni oddiy pul sizga tomchilab kelayotgan bo'lsa, uni stakanga almashtiring. Ya'ni stakan bosqichiga o'ting. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, stakandan chelakka, chelakdan bochka bosqichiga. Bu bosqichga o'tish uchun ichki qarshiliklar, ichki to'siqlar sekin-asta yengilishni boshlashi kerak. Mana shu to'siqlarni bartaraf etmoqingiz lozim va bitta narsani bilib oling. Bitta narsani, ichki holatingiz tashqi holatingizni aks ettiradi. Ana o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, men hozir $300 daromad topyapman, $700 daromad topsam yoki $1000 daromad topsam o'zim bilaman nima qilishni deydi. Lekin $1000 daromad topsa, pul uni bosib qo'yadi. Hech qanaqasiga pulni boshqara olmaydi. Chunki $300 pulni boshqara olmayotgan inson qanaqa qilib $1000 pulni boshqarishi mumkin? Oddiy haqiqatlar. Bu ichki to'siqlar haqida ajoyib bir hikoyamiz edi. Qayta-qayta videoni ko'rishni men sizga tavsiya qilaman. Agarda siz ham rivojlanishni, o'z ustingizda ishlab ajoyib natijalarga chiqishni xohlasangiz, men sizni ichki hajmni oshirish, pulli bochka darslarimga taklif qilaman. Aynan mana shu pulli bochka darslarimda ajoyib bilimlarni qabul qilib olishingiz mumkin. Hozircha shu, keyingi darslarda ko'rishguncha omad siz va bizni aslo tark etmasin. Hamisha salomat bo'ling.